Aytmaslar. Yo'q, men bu uyda odam emasman. Men cho'raman. Men bu uyga faqat xizmat ko'rsatish uchun kelganman. Men xizmat ko'rsatgan kelinman bu uyda. Tinchlikmi? Bundoq tushuntirib gapir. Tinchlik emasda. O'rtoqlarim erlari har kuni gulab beradi. Siz lekin bitta ham gulab bermaysiz. Men ham gulagim kelyapti. Xafaman sizdan. Gulmi muammo? Ha? Olib berasizmi? Olib beraman. Rosa olib berasizmi? Ha? Instagramga ham qo'ysam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Voy! Men tayyorlab qo'yganman. Romantika qilasiz menga. Mana. Sen muhim Instagramga qo'yish ekanda, ha? Boring, boring. Oyog'imni kiyib oling. Oyog'ingiz tushmaydi. Yana yoq ko'chadan. Voy tavba qizlar, erim menga gulab ketdilar. 1800-marta gulab kelishi. Voy, rahmat jonim, sal kuling. Voy jonim, rahmat. Yuring, sizga dasturxon tayyorlab qo'yganman. Spasibo, jon. Gullar romantika. Yangi yilda qo'yiladigan narsalar u, ha? Ey, to'xtab turing. Birinchi Instagramga qo'yib oling. Oy, Instagramda o'lib ketar ekanmiz-da. Ol. Gullar romantika, chiroyli restoran tomondiga, kerakmas olib boraman degan. Sizlar faqat Instagram uchun yashayapsizlarmi? Nimadir yeylik odamga o'xshab. Gullar romantika,